Mana yana hamma gapirayotgan xitoylik yozuvlar. Endi qaranglar. Xitoyliklar O'zbekistonda nima qilyapti deganda, men lishni bu o'zimning subyektiv fikrim. Bizani yoshlar faqat nolish bilan ovora. Bu qanaqa bot? O'zbekiston anaqa, O'zbekiston manaqa, O'zbekiston uyida, O'zbekiston bu uyida, chetga chiqib ketish kerak, chetga chiqib ham ketilyapti. Lekin siz chetga chiqib ketganingizdan keyin, siz nolib turganingizdan keyin kimdir bu ishlarni qilish kerak-ku. Kimdir O'zbekistonda bu ishlarni bajarish kerak-ku. Kim bo'ladi o'sha? Aytinglar. Lishni o'zimmi fikrim, biza nolaverganimizdan o'sha boshqalar kelib bu ishni qilyapti. Bizda 36 million aholi bor. Ko'chani qaranglar, mana mashinalarni qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Oddiy mashinaning o'zi yo'q o'z bizada. Hammasi falon pulli mashinalar, O'zbekistonda pul ham bor. Bilamizki xitoyliklar bu narsani biladi. Biz endi orzu havasga chetdan qidirayotganimiz uchun ular kelib biza qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni qilishyapti deb o'ylayman. Sizlarning fikringiz qanaqa? Kommentariy yozib qoldiringlar. Nimaga kelishyapti o'zi bu yoqqa?